Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizlarga ajırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü sizlarga 2022 yıl 6. ayının 13. günü vatandaş. Bugünkü vaziyettin gep kılsak, azı iki haberi bir torbitide değildi ki, azı Xi Jinping bütün memleket boyunca bastırışın yolga koydu dedi, bu bir gep. İkincisi Xi Jinping az 20. kurultayda yani bir nöbet sahilini için harbiy kuchni işletmekçi boldu dedi. Harbiy kuchni qanday işletildi, bu to'g'rida konkret xabar yo'q. Üçüncü anadaki vaziyet desek, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'nin valisi Michel Bachelet ikinci qatım sayılıştan vaz keçidiganligini, muşu hizmet mezgili to'shqandan keyin hizmettin qoladiganligini bildiribdi. Onun da 8. ayının aldığımızdaki 31. günü bunun bir mezgillik muddeti ahırlışı diken Bachelet ondan keyin qayta saylanmaydigan o'xshaydi demek. Uyg'uriston vaziyeti ve Uyg'ur xalqining taqdir qismetlari hozir xalqarodagi amaldorlarga ta'sir ko'rsatyapti degan gap vatandaş. Bugünkü leksiyalarimiz bundaq. Bu leksiyada asosiy mazmun bugungi navbatda Rossiya bilan Xitoyning munosabati nima? Ya buningdagi qanday taraqqiy qilish mumkinligi bor? Eng muhimi andan keyin o'tganda biz sizlarga leksiya so'zlaganda Uyg'uriston Yevropa temir yo'li degan to'q. Bugün hazır bu temir yoldan da qatnash umumyüzlük to'xtabdi. Endi bunun jarayonini leksiyada anglaysizlar vatandaşlar. Mavzu mundaq. Prezident Vladimir ziyonkashlik qildimi? Prezident Vladimir Putin ziyonkashlik qildimi? Jungo shirkatlari qaytishga boshladi masalan Rossiya tarafdan. Yevropa Jungo temir yo'lida qatnash to'xtadi. Mavzula xabar 6. ayının 12. günü erkin maliye ve nüviyet orbiti qatarlıq torbatlarda xabar bundaq başlan. Rossiya qatarlıq 5 devlet kurup çıkan Euro-Asiya İqtisad İttifaqı Jungo'nun bir yol bir belbağı məbləğ seliş hemkarlığı ornatqan. Jungo'nun bir yol bir belbağı teşebbüsü bilen məbləğ seliş hemkarlığı ornatqan idi. Şanghay Bilim Hazinesi mundaq isbatıldı. Euro-Asiya İqtisad İttifaqının bir yol bir belbağı teşebbüsü bilen hemkarlık ornatqanlığı Amerika bilen Avrupa'nın imborga qilishig'i uchrab, bu iqtisad hemkarlığı qatnaşqan jungo şirketleri ikinci derecelik imborga qilinishga duch keldi. Jungo'nun 5 yürüyüş şirketi 5. ayının ahırda Rossiya Sibiryanın şimali, yani Şimali Kutup tabii gaz kuruluş jarayoni hamkorligini to'xtatdi. Buningdan echinishlik bo'lgan yana bir ish, yana bir tarafi shuki, Jungo chegaralardan chiqib Qozog'iston, Rossiya, Belorussiya orqali Yevropa ittifoqiga yetib keladigan temir yo'l ishlarini hozir butunlay qatnashdan to'xtadi. Janubning Sahara gazeti Shangan Hong Kongda nashr qilinadi. Xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yevro-Asiya İqtisad İttifaqı Sovetlardan keyingi mustaqil davlatlarning iqtisodiy ittifoqidir. Bu ittifaqning a'zolari Rossiya, Armeniya, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq 5 davlatdan tarkib topgan. Bu ittifoq qurilib 5 yildan keyin Beijing bilan Moskva 2015 yılı Euro-Asiya İqtisad İttifaqı bilan bir yo'l bir belbaq tashabbusi mablag' sarflash hamkorligi birlashma bayonotiga imzo qo'ygan edi. Bayonotga asoslanganda Jungo ve Euro-Asiya İqtisad İttifaqı tamojna, savdo, aqliy mulk huquqi, elektronlik savdo
mülazimeti ve hükümetki setip eliş qatarlıq 13 saha boyunca iqtisadi hamkarlıqni kuchaytmoqchi bo'lganda. Şu vaqtki maqsad boyunca aytganda har qaysi davlatlarning Rossiya bilan Jungoning qaysi birisini tanlashining mo zaruriyati yo'q edi. Bugungi kunga yetib kelganda vaziyat yo'nalishida o'zgarish yuz berdi. Shanxay Xalqaro masalalar tadqiqot instituti tadqiqotchisi Zhao Long mundaq dedi: Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan bir yo'l bir belbog' tashabbusining hamkorligi Yevroittifoq va Amerikaning embargosi tufayli ikkinchi darajalik embargo qilinish xatariga duch keldi. Jungoning yangi pan texnika shirkati Huawei yangi zakaz to'xtamini to'xtatdi. Bir qism rossiyalik ishchilar dam olishga chiqib ketdi. Ham nefret ve tabiiy gaz katta şirketlere Jungoning Rossiya bilan tuzgan qimmati 5 milliard dollarlik tabiiy gaz ve ximiya zavod to'g'risida suhbatni to'xtab qoldi. Az deganda 5 yurishlik Jungo shirkati Sibiriya tabiiy gaz qurilishiga qatnashishni to'xtatdi. Davomini anglaysiz, vatandosh.